Ovoz informatsion dasturi davom etadi. Dehqonobod tumanidagi 70-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida faoliyat yuritayotgan tarix fani o'qituvchisi Juma Buxorov bugungi zamonaviy o'qituvchining haqiqiy timsoli sifatida e'tirof etishga loyiq. U yosh bo'lishiga qaramay o'z ustida muntazam ishlashi, bilim va malakasini doimiy ravishda oshirib borishi natijasida yuqori natijalarga erishgan. Hozirgi kunda u 3 ta xalqaro malaka sertifikatiga ega bo'lib, oliy toifali o'qituvchi sifatida faoliyat olib bormoqda. Maktabga dastlab ishga kirganimda oylik maoshim 1 millionga ham yetmas edi. Va men o'ylab qoldim, xususiy sektorga o'tish yoki boshqa repetitor sohasiga o'tishni o'yladim, lekin prezidentimizning selektorlaridan birida o'qituvchi qadrini oshirish, o'qituvchi maqomi to'g'risida qonunlarni qabul qilishi menga turtki bo'ldiki, shu sohada qolish va o'z ustimda ishlab, yana ham yuqori marralarni qo'lga kiritish uchun juda katta turtki bo'ldi va shundan keyin men o'sha sertifikatlar qo'lga kiritish va attestatsiya testlariga tayyorlanishni boshladim va ayni paytda hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan $1800 dan ortiqroq oylik maosh bilan ishlamoqdaman va bu narsa meni bir qizil hududda ishlayotganligim yoki boshqa bir hududdan kelib ishlayotganligim emas, shunchaki ta'lim sohasida yaratilgan imkoniyatlardan yaxshi darajada foydalanayotganligimning bir misoli hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu ta'lim muassasasida 24 nafar o'qituvchi $1000 ortiq oylik maosh olib kelmoqda. E'tiborlisi, maktab olis yoki qizil hudud toifasiga kirmaydi. Bu esa yurtimizning turli hududlarida yaratilayotgan teng imkoniyatlar, o'qituvchilar mehnatini munosib rag'batlantirish tizimi samarali ishlayotganining yaqqol dalilidir. Dastlab o'qituvchi bo'lib ish faoliyatimni boshlaganimda oylik maoshim juda past bo'lgan. Hozirgi kunda mana shu 24 nafar o'qituvchimiz qatori o'zim ham 160% ustama bilan $1400 miqdorda oylik maosh olyapman va bu bilan albatta prezidentimizning yaratib bergan imkoniyatlarini o'zimda hayotimda amaliy ifodasini ko'rib turibman. Maktab jamoasining bir yoqadan bosh chiqarib, o'z kasbiga sadoqat bilan yondashayotgani, yosh avlodga sifatli ta'lim berish yo'lida fidokorona mehnat qilayotgani tahsinga sazovordir. Bunday natijalar esa shubhasiz ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning amaliy ifodasi bo'lib xizmat qilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi bu kabi ilg'or tajribalar esa kelajak avlodni yetuk, bilimli va raqobatbardosh etib tarbiyalash yo'lida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Muhriddin Jalolov, Sardor Yo'ldoshev, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.